Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, har doimgidek sizlar bilan ekran qarshisida Kamina Mehrojova quruvchi o'z jamoasi. Mazkur loyihamiz umumiy 5 sotixlik yer maydoni uchun mo'ljallangan. Bugungi sizlarga ko'rsatayotgan loyihamizni Surxondaryo viloyati Termiz shahriga loyihalab berganmiz. Loyihamizning ko'cha tomoni umumiy uzunligi 20 metrni tashkil qiladi. Ichkarisiga esa 25 metr demak uchastkamizning uzunligi. Bu degani uchastkamiz umumiy holatda 5 sotixdan iborat va mazkur loyihamiz o'z ichiga bitta mehmonxona, 4 ta yotoqxona, bitta oshxona, 3 ta sanuzel, bitta alohida garderob hamda o'zining kattagina podval qismi bilan birgalikda bitta naves qismi, tashqariga alohida yozgi oshxona, hojatxona hamda tahoratxona qismlarini oladi. Shu bilan birgalikda uyimizning havo aylanish tizimi nafaqat ichkarida, balki tashqarida ham to'liq hovli bo'ylab havo aylanishi uchun har tomondan demak joy qoldirib ketilgan. Ular to'g'risida esa video davomida o'zingiz batafsil ma'lumot olib, nafaqat ma'lumot olib, balki o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Do'stlar, biz mana shu loyihalarimizni demak faqat sizlar uchun to'liq mana shunday obzor qilmoqdamiz. Buni shunchaki bir qisqa video qilib joylashtirsak ham bo'ladi. Shunda ham prosmotrlarimiz yaxshi ko'tariladi. Lekin oz bo'lsa-da mana shu demak bizni kuzatuvchilarimizga, bizni xalqimizga manfaatli bo'lishligi uchun mana shu proyektlarimizni vaqt topib qo'yib kelmoqdamiz. Agarda mana shuncha mehnatimiz ozgina sizni e'tiboringizga va bir dona laykka arzisa, layk bosib qo'yishni unutmang. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Har holda uy qurmoqchi bo'lsangiz yoki shu sohaga qiziqsangiz, bizni kanalimiz faqatgina sizga manfaatli bo'ladi. Agarda sizga ham sifatli arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'lsa, biz xizmatingizga muntazirmiz. Endi biz boshlaymiz. Avval boshda aytib o'tganimizdek, uyimizning ko'cha tomonining umumiy uzunligi 20 metrni tashkil qiladi. Uyimizga kirish uchun chap tomonda alohida darvozaxona qismi, o'rtada esa alohida yana bitta paradniy xod qoldirib ketilgan. Uyimizning ko'cha tomonida ham ozgina joy borligini hisobga olib, chiroyligina xuddi mana shunday yashil maydonni mo'ljallab qo'ydik. Kalitkамizdan ichkariga kiradigan bo'lsak, uyimizning hovli qismida o'ziga yarasha chiroyli landshaftni zonani guvohi bo'lishingiz mumkin. O'ng tomonda esa, ya'ni xuddi mana shu joyda alohida hojatxona qismi va bu hojatxonamizning ichida esa o'zining alohida tahoratxona qismi ham qoldirib ketilgan bo'lib, mana shu hojatxona hamda tahoratxonamizning orqa tarafida esa chiroyli qilib xuddi mana shu joyga yozgi oshxonamiz ishlab ketilgan. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, xuddi mana shu joyda uyimizning simmetrik holatda bo'lishi ko'pgina narsani hal qiladi. Ya'ni ko'cha tomonidan qaraganda ham uyimiz agarda ikki tomoni bir xil tom bo'lsa yoki kattaliklari bir xil tom bo'lib, o'rtada ham shunga mos figuralar bo'lsa, albatta bu uyimizga qo'shimcha chiroy baxsh etadi. Shuning uchun xuddi mana shu joyda ko'cha tomonidan rakursini ko'radigan bo'lsak ham, demak o'ng tomonda alohida xuddi mana shu sanuzelimizga tegishli bo'lgan tom, chap tomonda ham xuddi mana shu kattalikdagi navisimizga tegishli bo'lgan tomni guvohi bo'lishingiz mumkin. Uyimizga kirish eshiklari esa, ya'ni tashqi tarafdan kirish eshiklari umumiy 3 ta bo'lib, birinchisi navisimizning ostida qoldirib ketilgan va xuddi mana shu mehmonxonamizga tegishli. Mehmonxonamiz xuddi mana shunday umumiy kattalikka ega. Kvadratlarda aytadigan bo'lsak, umumiy kvadraturasi 28 kvadratni tashkil qiladi va bu mehmonxonamizning bitta eshigi uyimizning old tarafiga va uning yon tarafida derazasi ham uyimizning old tarafiga qaratilgan bo'lsa, yon tarafda ham alohida yana bitta derazamiz qoldirib ketilgan. Buning sababi esa uydagi havo aylanish tizimini yanada yaxshilash uchun. Ichki dizayn shunchaki tushuncha bo'lish uchun to'ldirilgan bo'lsa-da, lekin maksimal darajada uyimizni chiroyliroq qilib to'ldirishga harakat qilganmiz. Xuddi mana shu joyda esa yana bitta kalitka borligini ko'rishingiz mumkin. Bu kalitkamizni uyimizning yon tarafiga chiqib ketiladi. Nafaqat yon tarafga, mana shu yon taraf orqali esa uyimizni to'liq aylanish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ya'ni uyimizning orqa tomonida ham
o'ziga yarasha joy qoldirib ketilgan. Mana bu esa asosiy uyimizning o'rta, ya'ni teng markazi hisoblanib, mana shu joyda chiroyli qilib kazirov chiqarib ketilgan. Buning ostida esa zinalar va xuddi mana shunday plashatkalar mavjud, oyoq kiyimlarni yechib qo'yish uchun. Va albatta avval boshda aytib o'tganimizdek, uyimizning 3dan biri podval sifatida qoldirib o'tilgan va mana shu podvalimizning zinasi ham xuddi mana shu joyga mo'ljallab ketilgan do'stlar. Ko'p kuttirmasdan uyimizning ichki tomoniga o'tamiz. Bu yerda esa ikkita eshikni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi alohida eshigimiz yana bizni xuddi mana shu xonaga, ya'ni oshxonaga olib kiradi. Oshxonamizga bitta tashqaridan alohida eshik qo'yganmiz, bitta ichkaridan qo'yganmiz. Buning sababi esa, deylik, masalan, uyga mehmon keldi, mehmonxonaga borish uchun siz ichkaridan ikkita eshikdan chiqmasdan xuddi mana shu joydan tashqaridan eshikdan chiqib ketishingiz mumkin. Deylik, siz yozgi oshxonada qandaydir ovqat tayyorlayapsiz. Bunda ham noqulaylik tug'diradi, ya'ni ichkaridan eshik bo'lishi, bunda ham qo'shimcha ovoragarchilik bilan tashqariga chiqish kerak bo'lib qoladi. Xuddi mana shu joyda ham ikkinchi eshigimiz asqotadi va yana bitta plus tomoni, agarda siz juda ham o'tkir hidli taom tayyorlayotgan bo'lsangiz, ichkaridagi eshikni yopasiz va siz tashqaridagi eshik orqali kirib chiqasiz. Uyni havosini almashtirish uchun esa deraza hamda eshiklarni ochib qo'ysangiz, uydagi yog' hidi yoki masalliqlar hidi to'liq chiqqandan so'nggina ichkaridan kirib chiqsangiz bo'ladi. Xuddi mana shunday, ozgina ko'p gapirgan bo'lsak-da, lekin to'liqroq ma'lumot berib o'tdik. Endi esa asosiy uyimizdan ichkariga kirdik. Ichkariga kirganimizdan so'ng esa chap tomondagi eshigimiz bizni yotoqxonaga olib kiradi. Yotoqxonamiz ham xuddi mana shunday umumiy kenglikka ega bo'lib, yotoqxonalarimizning kattaligi haqida gapiradigan bo'lsak, o'rtacha 20 kvadratni tashkil qiladi va bu yotoqxonamizning derazasi ko'rib turganlaringizdek uyimizning old tarafiga, ya'ni hovli qismiga qaratib o'tilgan. Biz buni bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida tanlab oldik. Yotoqxonamizdan qaytib chiqamiz. Yotoqxonamizning to'g'risidagi eshik esa avval boshda kirib tushuntirib o'tgan oshxonamizga tegishli. Bu oshxonamizda ham ikkita deraza mavjud. Endi esa koridorimiz to'g'riga davom etadi. Koridorimizning to'rida ikkita eshik mavjud bo'lib, o'ng tomondagi eshigimiz ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonamizga tegishli. Bu yotoqxonamizning derazasi esa uyimizning orqa tarafiga qaratib ketilgan va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega do'stlar. Bu xonamizdan ham qaytib tashqariga chiqamiz va koridorimizning to'rida esa alohida sanuzilimiz ham qoldirib ketilgan. Sanuzilimiz kattaligi hisobiga bemalol ichida unitas, qo'l yuvish uchun rakvina, agarda xohlasangiz kir mashinalarni ham joylashtirib ketsangiz bo'ladi. Koridorimiz esa G obrazniy bo'lib, chap tarafga qarab davom etib ketadi. Ya'ni uyimizdan kirdik, chap tomonda yotoqxona, o'ng tomonda oshxona, oshxonaning orqasida esa yana bitta yotoqxona, koridorimizning to'rida esa sanuzil va chap tomonga qarab yurishimizni davom etamiz. Chap tomonga qarab yurganimizda o'ng tomondagi eng birinchi eshigimiz ham bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga tegishli bo'lib, bu yotoqxonamizning derazasi ham uyimizning orqa tarafiga qaratib o'tilgan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkinki, mebellarimizni o'zining kattaligida qo'yganmiz va shunda ham xonamiz hech qanday bir-biriga tiqilib qolmagan. Mebellari bemalol katta kenglikda joylashtirib o'tilgan. Bu degani xonlarimiz o'lchami normal holatda tanlab olingan. Koridorimizning eng to'ridagi va so'nggi xonamiz bu bizning yana bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi bo'lib, bu yotoqxonaning derazalari ikkita va bundan tashqari bu yotoqxonamizning ichida o'zining alohida sanuzeli hamda garderobi qoldirib o'tilgan. Mana shu xonamiz garderob uchun ajratib o'tilgan xona bo'lib, kiyim-kechak, lash-lushlarni xuddi mana shu xonaga joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi tomondagi eshigimiz esa bizni sanuzelimizga olib kiradi. Ya'ni ota-onalar uchun alohida sanuzil bo'lganligi
yotoqxonaning ichida bu faqatgina plyusga ishlaydi. Hech qanday minus tomoni yo'q deb o'ylayman. Endi esa eshigimizdan qaytib tashqariga chiqdik. Do'stlar, xuddi mana shu joyga e'tibor berishlaringizni so'rab qolamiz. Bu uyimizda nafaqat podval bor, balki bu podvalimizdan bevosita uyning ichidan ham tushsa bo'ladi. Hozirda podvallarimiz demak faqatgina sklad o'rnida emas, balki trenajyor zal yoki qandaydir ko'ngilochar demak joy sifatida foydalansa bo'ladigan qilib mo'ljallab ketyapmiz. Xuddi mana shunday vaqtlarda uyni tashqarisidan emas, ichkarisidan agarda podvalga tushsa, bu ham albatta nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Shuni o'ylab biz mana shu proyektimizga demak uyimizni ichkarisidan tushib ketadigan joyni qilib joylashtirdik. Mana shu joydan tushadigan bo'lsak, uyimizning 3dan 1 qismi podval sifatida qoldirib ketilgan. Biz podvalimizni ko'rsatmaymiz, chunki podvalimiz bo'sh qilib tashlab ketilgan. Uy egasi kelajakda o'zining xohishiga ko'ra podvalni mo'ljallab olishi mumkin bo'ladi. Va albatta uyimizning isitish tizimini ham biz to'liq podvalga mo'ljallab yuborganmiz. Ya'ni uyimizning kotyolning komnatasi podvalida joylashtirib o'tilgan do'stlar. Va biz xuddi mana shu joyda videomizni yakunlaymiz desak ham bo'lar edi, lekin uyimizning yon tarafini ham bir marta tushuntirib ketsak foydadan xoli bo'lmaydi. Har holda video avvalida aytib o'tganimizdek, uyimizning hamma tomonidan joy qoldirib ketilgan dedik. Buning isboti tariqasida ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning ikkinchi yon tarafida ham, orqa tomonida ham joy mavjud. Bundan tashqari esa uyimizning ikkinchi yon tarafida ham ochiq joy qoldirib ketilgan va shuning uchun aylanasiga ko'proq derazalar qoldirib ketganmizki, uyimizning havo aylanish tizimi va yoritilganlik darajasi yuqoriroq bo'lishligi uchun bo'lsa. Va mana shularning hammasi bo'lib bizda 20 ga 25 joyga mana shu loyihamiz joylashtirilishini taqozo qildi. Bugun sizlar bilan mana shu loyihamizni qisqacha ko'rib o'tdik. Agarda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Siz uchun har doimgidek quruvchi o'z jamoasi va Kamina Mehroj xizmatingizda. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.